Bugungi mashinamiz Hyundai Santa Fe 2015-yil. Tojikistonda proxodnoy 5000 stalik. Mokriy asfalt rangida. Mashinaning holatlari yaxshi. Mashina yaxshi komplektatsiyada. Mashinaning ichki qismini ko'rib chiqamiz. Beskiruvchi dasturlari bor. Korishniy kojada. Pamyat sidinasi bor. Bitta elektropaketi bor. Passajirning sidina bilan shofer sidinasi lift 2011-yil. Tojikistonga proxodnoy. Xo'sh. Mashina ikki taraflama kontrol rollari bor. Probegi 172 ming. Mashinamiz zadniy kameralari bor. Ishlab turibdi hammasi. Avto holdi bor. Elektronniy ruchnik, обогрев охлаждения, patroniklar ishlab turibdi. Kojasini aytdik, korishniy koja, sostenilari zo'r. 5000 stalik qiziqqanlar, sezib chiqarasizlar.